Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Judayam ko'p odamlar mani kimdir qo'rqitib qo'yishdi. Man majburiy O'zbekiston to'g'risida yaxshi gapirdim. Kimdir mani majburladi degandek edi. Lekin bitta savol sizlarga, bitta savol. Kim mani majburlab tashlaydi? Man nogironman. Mani qo'rqadigan va yo'qotadigan narsam yo'q bu dunyoda. Man yagona Allohdan qo'rqaman. Man patriot bo'lsam-da, bu hammaga emas. Chunki kamdan kam odamlar o'ylagan narsasini gapirishi mumkin. Kimdir oilasidan qo'rqadi, kimdir boshqa narsadan qo'rqadi, kimdir anaqasidan. Men hech narsadan qo'rqmayman. Mani yo'qotadigan narsam yo'q. To'g'risi. Men bir o'zimman. Orqamdan odamlar yo'q. Mani majbur qiladigan odam, mani og'zimga gap soladigan odam hali bu dunyoga kelmagan. Men chunki prosta o'zimni fuqaroligimdan o'zimning pozitsiyasini bildirdim. Xolos. Bu sizga yoqadimi, yo'qmi? Bu meni niyamdan chiqdi. Men shuni gapirdim va shu uchun kerak bo'lsa javob ham beraman. Ko'rishaman ham shu uchun. Yashasin O'zbekiston. Что такое, ребят? Я просто высказал свою позицию. Мне бояться нечего. Это моя гражданская позиция. Я думаю, что говорю. И я люблю свою родину. Только поэтому я это и высказал. Еще не родился такой человек, который меня напугает. Поверьте мне. Мне терять нечего. Я инвалид, просто я инвалид с хорошим образованием, знающий 4 языка. Бывший в Канаде, в Коста-Рике, в Мексике, в Америке. А чем вы можете похвастаться? Давайте сравним.